Hammaga salom. Hozirgi neobычный ko'chada olingan reels bo'ladi. Dolce degan mana shu narsani men Turkiyada ko'rganimdan beri hech kim kelgan edi. Lekin u yoqda yo'q edi. Mana keldim наконец-то. Yonimizdagi hech qanaqa magazinda ham yo'q ekan. Boshqa mahallada bor ekan. Ito местный magazinda topdim. 8000 so'm kichkinasi, kattasi 12000 so'm shunaqa. Hozir ichib ko'ramiz. Hamma blogerlarda ko'rgan narsam. Endi ochib ko'raman. Boshqa ilojisi yo'q. Ko'chada o'rtada ochib qo'ygan ishimni qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ochib oldim. Endi ichib ko'raman. Ta'mi sho'rtangina tarxun bilan yana nimadir aralashganga o'xsharkan. Необычный вкус. Mazasi. Gazi lekin joyida. Unaqa слишком gazli emas ekan. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha nimadir интересный bo'lib qolsa yana yuborib qo'yinglar menga.